Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Ruxsat bersangiz, navbatdagi qabulimizni boshlaymiz. Doimiy haftada oyda 3 martadan o'tkazilyapti. Bugungi qabulimizni ham boshlaymiz. Biz bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'ladigan bo'lsa, bank bilan bog'liq bo'ladigan, kredit bilan bog'liq bo'ladigan masala bo'lsa, biz hal qilamiz. Bizga aloqasi bo'lmagan, ya'ni bizga nima deydi, biz vakolat doiramizdagi masalalar bo'lsa, yozib olib, buni ham hokimiyat darajasida kerakli tashkilot bilan gaplashib, buni ham nima deydi, masalan, yechishga harakat qilamiz. So'z bersangiz, opalarimizdan boshlayveramiz. Siz nimangiz nima? Familiyangiz opa? Men Abdulhakimova Gulzadaxon, Zuhriddin qizi. Hozir. Abdulhakimova Gulzadaxon, Zuhriddin qizi. Muhchima feyki. Nima masala? Sizning Prezident 312-qarori bilan sizlardan 100 million kredit ajratib berishlaringni so'rab, iltimos qilib, shu bog'chamizni jihozlashga, shu 25 o'rin 50 o'ringa qilib, shu 25 o'rinligini qo'shsak, 3 ta xodimni ish bilan ta'minlaymiz. Bizni ishimiz ham kengayadi. Ya'ni 3 ta odam ham yana ish bilan ta'minlanadi. Shunga yordam so'rab sizlarga ariza topshirdik. Necha o'rinli bog'cha hozir? Hozir 25 o'rinli. Uni kengaytirasizmi? Jihoz olasizlar. Jihoz olamiz. Keyin qishga tayyorlanamiz. O'zingiz necha pul bitta bolaga? 300 ming. 300 ming. Talam o'rgatasizlarmi? Ha. Mental arifmetika keladi, ruskiy keladi, ingliz tili keladi. 300 ming. Tak, buni endi jihozlashga-da? Boshqatdan 25 o'rinni jihozlashimiz kerak. Yana 25 o'ringa boshqa yana nimalar qilishimiz kerak. Bu nimalarning bora, shartnomalar, moliya vazirining ruxsatlari bora, bitimlarning bora. Yaxshisi kredit shartlari mana el-yor ergashish biriktirilgan mahalla bankirimiz bizga ariza jo'natgansizlar, kredit shartlarini tushuntirishgan bo'lsa kerak. 5 yil muddatga imtiyozli davr bor. Demak, hozir yakka tartib tadbirkor yillik 22% dan bo'lyaptimi hozir bulardiki hozir ayollar bo'lganda 19%, 2% ligotasi bor. Tak, oldin kredit olib, kredit tarifi yomon bo'lib qolgan. O'tgan skoringdan bular. Skoringdan o'tgan bo'lsa bo'ldi, sizning yaxshi faqat pul o'tkazish yo'li bilan bo'ladi. Kredit maqsadida ishlatish kerak. Demoqchi bo'lganim garov yo'q. Sizlarga qulaylik bo'ladi sizlarga ham. Bo'ldi, hujjatlarni topshirsalaring, topshirganlaringdan keyin 3 kun muddatda xudo xolasa masalan yechib beramiz masalan. To'g'rimi? Tushunmovchi grafiklarni tushib olgandir, siz endi oldin ham ketib olgan bo'lsalaring. Xudo xolasa hozir 100 million bo'lsa, bundan keyin ikkinchi etapdan 300 million so'mgacha deyilyapti. Oldingidan qulay bo'lib qoldi, sababi 30 millionga ham, 50 millionga ham mashina olib kelish kerak. Hozir mana prezident qarorlari bilan 312. Faqat tadbirkorlik faoliyati maqsadli foydalanib, kengaytirib, nima deydi, to'lovlarni uzoqda to'lab boriladigan bo'lsa, yana shunaqa imkoniyatlar yaratilyapti. 100 million bilan normal tadbirkorlik qilsa bo'ladi sizdan tashqari. Bo'ldi, ishlaringizga rivoj, xudo xolasa masalan qiz bilan muammo yo'q. Yana bir tushunma olasiz, erkak tushunmovchi bo'lamiz. Salomat bo'lsin.